Tinch, Kamolning o'zida nima gaplar? Zo'rmi? Uzumlar yaxshimi? Yaxshi ko'klayaptimi Kamolni? Yaxshi, zo'r, hammasi yaxshi. Qachon o'tamiz? Ko'raymi hozir. Kelyapman, siz bo'ldi. Bo'ldi. Aylanib boramiz sizga ham, Kamol. Sharpagan Bego'tdan. Statikanda Xalatma kelgan. Hammaga salom. Begavot uzumlari kanalga kirib obuna bo'lib bemalol ko'rishlaring mumkin. Anorjon uzumlari. Lora. Ekzotik. Amurmi? Amur. Nima ekan? Qaysini? Yo'q, boshqa 40. Boshqa o'ylayapti mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang, qandaysiz? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Qarang, manzonasi. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Boring, bor. Bo'l. Azamjon qanday ekan uzumlar? Zo'r. Kattaligini qarang. Hamma tomoshada. Ta'mini bemalol tatib ko'ravering, yeb ko'ravering. Bemalol. Mazasini ko'ring. Yesa bo'ladimi? Ha, bemalol olib yeb ko'ravering. Yo'q, yeb ko'rish kerak. Qani? Maza yo'q ekan. Deyman. Hamma ta'mini ko'rish bilan yeyish bilan o'raman. Qo'ydim. Nima ko'rasiz? Ta'mini ko'ring, katta ular hammasi. Katta yeb. Nima bo'lishi? Yetutam yaxshi, tarsilayman. Ha, yurmayapti bu yoqdagilar aka. Bir joyda bu yerda juda ko'p navlari. Har xil 50-60 puldan oshiqroq bo'lsa kerak men uchun. Azamjon. Men olingman. Bu Red Globe. Red Globe mana boshqarini olmoqchi. Kelasiga ham mana shu nima ekan nomi buni? u boshqa. Bu Red Globe-mi? Red Globe. Bemalol. Maydoni yo'q bo'ladigan, maydoni yo'q deyishyapti. Agar maydoni yo'q haqiqatan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, zamatni o'rniga o'rnini bosuvchi nima ekan? Hozir sal uringan, agar bu ufakobkada men ko'rdim, juda chiroyli bo'lgan. Boshi ham kichkina emas. Yelkali uzum ekan. Renessans deb nomlash. Chetdan kelgan ekan.
rizomat emas. Nima? Rizomat emasmi bu? Bu rizomat emas. bu. Men rizomatmikan? Olmakan bog'i. Ha, Olimjon bu. Zo'r ekan. Mana shunga ham qiziqib ko'rish kerak. Rizomat ko'p ekadigan regionlar faqat shu bilan Parkent ayniqsa. Doni qattiqmikan? Mana, yeb ko'ring. Mana Olimjon akada ko'paytiribdi. Endi shu Olim akaga aytamiz, shuni kengroq o'zida tajriba qilib turgan, yoritib beradigan bo'lsa, natijasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni tavsiya berishimiz kerak. Samarqandda sotilgan pishgan uzum, jomoyda pishgan sotilgan narxi 25 ming sotilgan ichki bozorga. 25 ming? Lekin upakovkada rizomatdan chiroyli turibdi bu. Bu juda boshqacha bo'lgan. Hozir sal artilib qolgan, juda chiroyli bo'lgan. Savatda kamchilik bor, tez qaytaradimi? Yo'q, bu o'ta qattiqroq bu. Go'shtligan. Suvliroq kelgan. Men birinchi ko'ra rizomat desam, rizomat emas deyishdi mana. Renessans nomlashibdi. Renessans aka agar Qarang bo'lganini. qarang xuddi shunga Qaytmasa nima bo'ladi? agar xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, buni sentinlari ham yaxshi keladi. Bunaqa ko'p qaychilanmadi deyapti. Mana doni pashti bo'lmaydi deyapti. 1-2% xolos deyapti. Pashti zo'rda. yo'q bo'ladigan bo'lsa, rizomat ota uzumlarimiz iloji yo'q. Maydadoni ko'p bo'ladi. Qarang o'zi qaychilangan bilinadi-yu, qaychilangan joylar yo'q-da. Bilinmayapti. Bilmayapti. Ashir aka, Bekobodliklarga salom. Uzumchilardan. Ashir aka Qo'qonlik ko'pchilik taniydi. YouTube'da juda faol xo'ja aka. Rahmat. Mana do'stlar, Renessans. Renessans Boshi ham chiroyli, yelkali. Bozor bor. Bunaqa chiroyli uzum. Bunga nima dedingiz, Qodir Ali? Ha bu Avtograf. Menga mana shu yoqdi. Dahshat. Mana shu yoqdi menga. Zo'r. Avtograf. Ukrainskiy bo'lish kerak o'zimi? Ya, Ukrainani kerak. Seleksiya. Ha. Kalugindikda avtograf. Zo'r. Donni ham hamma tomoni qattiq. Ta'mi ham shirin-da. Ta'mi ham shirin. Menimcha bu qaytib bormaydi o'zimi? Yo'q, qaytmaydigan, uncha-munchaga qaytmaydi bu ham. Avtograf. Donni qarang yirikligini, kattaligini. 5 santimetrga bemalol chiqadi. Ta'mi ham shirin. Eng bozorbop uzumlardan avtograf kalugin. Ko'paytirsa bo'ladigan sortlar mana shu. Avtograf kalugin. Yuz kelyapti hamma narsani. Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Sharifjonda. Nima deydi? Podpischilar, Obunachilari. Charchadingiz. Hammalarga xayrli kun. Mana bugun uzumchilik sayli, uzumchilik anjumani Oltiariqda bo'lyapti. Yanagi yillarga kelinglar. Albatta bu yangi navlar tanlash imkoniyati bor. Bu yerda juda katta bog'larga boramiz. Zo'r sayl bo'ladi bugun, xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat. Kelaveramiz. Agrostor kompaniyani hamma texnikalar juda zo'r. Texnikalar qarang mana. Har xil texnikalar bor. Ha, qarang. Dori sepadigan apparat ekan. Oldingi videolarimizda ko'rsatganmiz. Dori sepadigan apparat. Dorini bir tekis sepib beradi ekan. G'ildiraylarga bir e'tibor bersangiz, yusin ishni qilmaydi. Yana mana dorilari har xil. Hamma dorilar bor. Ya bu Germaniyaga ketdi. Bu Chirga salgaryapti ular. Ya germanskisi. Baland apparat, stratifikatorlari. Hozir bu foydalanishga qiziquvchi odam bo'lsa, Hoji aka, qancha vaqtga yutadi misol?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? rangi qizil ekan, qora rangga o'tkazib qora ekan. Mana qora rangga o'tkazib. Mazasi ham zo'r. Ko'rinishi ham. Bozorni qarang, shuni bozorga chiqsa, bozorning uchinchi joyini. Qo'lida unaqa qilib qo'yishgan. Chiroyli qilib bo'shatib o'tsinmi? Bo'laveradi. Sizlarga qaysi navlardan biri bu. Avtograf. boyagida? Avtograf. Hali yaxshilik uchun o'zining nomini bergan. Qolgan avtograf. Yepran don juda ozgina gapirib o'ting endi. Sizda ancha yangi navlar bor. Mahsulotlar yaxshi, yangi navlar mana ko'rdik, bugun ham o'zimiz olib keldik. Yangi rivojlanishi yo'nmas, yaxshi. O'suvchanligi ham yaxshi. Ha, o'suvchanligi anaqasi. Hamma odamlarni qiziqishi ham zo'r hozir. Kasalliklarga ham o'ta chidamli. Ha, kasalligiga ham chidamli, yirikligi, bozor bor, eksport bor, ana tashki, ana to'kilib ketib, ana ezilib ketadigan emas. Ko'p yuzimdan ko'rdim. Doni to'kilmaydi. Qattiqligi, eksportligi, bizga asosan ko'proq eksport bo'lish kerak-da. Eksport bo'lsa, nima deydi, rivojlanish yana ham yaxshi bo'ladi, odamlar qiziqishi. Va odamlar qiziqishi shu daromad topishiga ham bog'liq-da. Albatta, albatta. Nima deydi, quruq shundoq chiroyli qilib qo'yib, uni hech kimga sotolmay, ana qiladigan bo'lsa, odamlar boshqa anaqaga o'tib ketishi ham mumkin. Noiloj. Lekin yangi uzumlar, yangi navlar tavsiya endi sinalgan, yaxshi nimalardan olib ko'paytirib kerak. Har xil ta'mli nimalar bor. Kimgadir Hayvonotlar haqida nima deysiz? hayvonotlar ham Shular haqida ham ozgina ma'lumot berdi. qilish kerak. Agar yangi qilayotgan bo'lsa, sharoit bo'lsa, cho'nchak ko'tarsa, hayvonotlar bilan qilgan ancha yaxshi. Bu nima deydi? Misol rasxod ko'p bo'lishi mumkin hayvonotda. Lekin 2-3 yil, 4 yilda u rasxodini oqlab, undan ham plyusga chiqib. O'zini qoplab beradi. 5 yilda 2 barobar o'zini qoplab, o'shani oddiy o'zidan chiqqan ildizdagi bilan buni solishtirganda ancha farq beradi. Farq bo'ladi. Ham sifatida, ham yirikligida, kalibr ko'proq hosil olishida. Kasalliklarga ham yaxshi chidaydi. Ha. Suvsizlikka ham chidaydigani bor, sho'rga chidaydigani bor, misol uchun. Yer tanlamaslik. Ha, yer tanlamasman. Misol hozir oxirgi kelgan shu remsi degan va umuman qumga ham bo'ladi, sho'rga ham bo'ladi. Ana nematodi degan kasallik umuman anaqa tanlamas ekan. Zamatga o'xshaydigan o'zimni aytyapsizmi? Yo'q, u hayvonotlar. Hayvonotlar. Hayvonotlar haqida. Hop, Kober ham zo'r. Joyiga tushsa u ham anaqa 114, u ham ertaroq pishiradi, ripari, rupestris. Yana kelgan hali ko'paymadi. Pausin 1103 degani bor. U ham zo'r. Endi xarakter, biz endi baribir nima deydi? Amalda hali qilib ko'rmadim Pausinlarni. Endi xudo xolasa. Kelgan, lekin uni kitobdagi ma'lumotlarni solishtirsak, ba'zi bir hayvonotlarda ustunligi ko'p. Ustunligi ko'p. Qurg'oqchiligi yaxshi chidamli. Nimalarga zo'r chidamli anaqalar ko'p. O'shani tavsiya qilaman. Endi sharoit bo'lsa, sekin-sekin qilsa bo'ladi. Sharoit hozir sal ko'tarmasa, kattaroq yerlarga o'zida bo'lsa ham qilish kerak, tezroq qilib yaxshi anaqaga daromadga chiqishga harakat qilsa bo'ladi. Daromad qiladigan. Tezroq nima deydi, ana bitta joyda qotib qolish kerak emas. To'g'ri. Bir kun oldin harakat qilgan ham Yutadi. Yutadi. Albatta, albatta. Misol uchun bu yil harakat qilsangiz, keyingi yilga, undan keyingi yilga mevasini olib sotsangiz ham sizga daromad. Nima bo'larkin deganda sal nima bor. Baribir endi uni birdaniga nima desang, hopib olib ketib nima qilish ham noto'g'ri, lekin sinab yurgan ishonchli odamlar bu qanaqa sizga misol uchun ertaroq kerakmi, kechroq xohlaysizmi? O'zingizni xohishingizga nimangizga qarab bo'laveradi. Kamoldan hali xudo xolasa inshaalloh sizni ham bog'laringizga borib chiroyli videolar qilish nasib qilsa, xudo xolasa hademay boramiz. Sizni bog'laringizni ham bir ko'rsatib, sizni bog'ingizdagi navlar haqida bir chiroyli video qilib ma'lumot berib o'tasiz degan umiddamiz.
Salomat bo'ling, charchamang. Ukamiz. Bu haqiqiy. Shuni emas yana bir bor. Taassurotlar qanday bo'ldi, Jamshid? Rahmat, Shavkat aka, yaxshi, ajoyib. Birinchi kelishim, period davoshi ajoyib, original zo'r. Mazamka. Charchamang.